Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan chiroyli sertichka yurakchaga o'xshagan sumka to'qiymiz. Ya'ni video tepasiga rasmini qo'yib qo'yaman. Tepasiga qo'yib ketaman. O'zi aslida hozir bizga kerak bo'ladi. Shunaqa rangni tanladik. Bitta ipimiz yetmagani uchun bizga yana ikkita ip keladi. Kerak bo'ladi. Bittasi shu, bittasi bu. Shuning uchun asli sumkamizni ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Mana chiroyli to'qiladi. Ko'rinishi juda ham asal bo'lgan. Buni alohida videoni qilib chiqdim. Kichkina roligi bor. Shu sumka, ya'ni bu fiyalka, och fiyalka rangida to'qilgan. Endi biz zangori rangda, ya'ni och yashilda to'qishni boshlaymiz. Endi bizga kerak bo'ladi o'sha 2 dona ip, qaychi va 5 razmerli kurchok kerak bo'ladi. Endi biz nimadan boshlaymiz? Har doim birinchi nimadan chiqarib zanjir olishdan boshlaymiz. Shuning uchun biz zanjirni 27 ta zanjir olamiz. Ishimizni bismillah deb boshlab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17. Mana xuddi shunaqa qilib 27 ta zanjir olamiz. 27 ta zanjir oldik. Ko'rib turganingizdek hammasi bo'lib 27 ta, ya'ni bitta petla zanjirimiz qolgan hisobiga 26 ta petla to'qib chiqamiz. Ya'ni hamma chokimizni birinchi to'qishimizda bu yoqqa kirmaymizda mana orqasidagi ishib turgan go'ndalenchalarini ishlariga bitta-bittadan adashmasdan 26 ta to'qib chiqib olamiz. Xuddi shunaqa qilib har bittasini orqasidan ipimizni bir qator tortib olamiz, bir xilda bo'lishligi uchun. Har bitta mana tagida zanjirimizni boshlagan joyimiz qoladi. Biz teskari qilganmiz, mana shu ishib turgan joylardan 26 ta sanab to'qib olamiz. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qib olamiz. Mana oxirigacha to'qib oldik. Bizda endi 26 ta bo'ldi. Endi bitta zanjir olib orqasini qilamiz. Bu yoniga emas, buni yoniga xuddi shu to'qiganimizni, to'qib kelganini, shuncha to'qiganimizni 14-15 qator tepaga to'qib olamiz. Xuddi shunaqa qilib har bitta to'qiganimizni mana orasidan to'qib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha kelib to'qib olamiz. Oxirida shu yerda ko'rsataman qanaqa qilib tepaga chiqishi. Ya'ni bu yoqdan kirmaymizda. Bu yoqdan kirmasdan mana bu yoqda to'qiganimiz orasidan kirib to'qib tepaga olib chiqamiz. To'qib keldik. Oxirgisi qoldi. Aytgandek mana shu oxirgisini shunisi zanjir olgan joyimizdan ikkilasidan teng o'tkazib tepaga ko'tarib olamiz. O'shanda keyingi to'qiyotganlarimizni mana shu oralardan bo'lib to'qib olamiz. Mana zanjir olib yana orqasini aylantirib xuddi shunaqa qilib yana adashmasliginglar uchun sanab to'qishlar ham bo'ladi. Ya'ni har bittasiga to'qib chiqqaninglarda 26 ta chiqish kerak bo'ladi. Shunaqa qilib xuddi shunaqa qilib xohlasak 15 taga, xohlasak 14 taga 14 qator to'qib olamiz. Chunki 15 qatorini boshqa, ya'ni yarimta joydan boshlaymiz. Hozir xuddi shuni har bitta qatorini sanab 14 qator to'qib olamiz. Qizlar, o'sha 14 ta to'qib kelib oldim. 14-ni oxirida ko'rsataman. Qaranglar, bu yoqda bizda mana ikkita to'qilgan joyimiz bor va bu yoqda mana qaraganinglarda bu yoqda bor. Endi biz buni to'qimaymiz. Biza mana shuni o'zidan mana shu ikkitani o'rtasidan chiqib to'qib olamiz. Chunki mana hammasi xuddi shunaqa to'qilgan. Keyingi qanaqada avyaska qilganimizda o'zimizga osonroq bo'ladi, ya'ni bir xilda chiqadi. Zanjir olib aylantirib olamiz. Aylantirib oldik. Pastdan sanaganinglarda 14 ta bo'lishi kerak. Bunda mana orqasini qilganimizdan keyin zanjir qilganmiz. Shu yoqdan endi bu tomon qoladi. 13 ta sanab tashlaysiz. Bu yoqda qolish kerak. Bu yoqdan to'qiydigan bo'lsa 14 ta sanab to'qib olamiz. Bu yoqda o'zi asli 27 ta, bitta zanjir orqasiga ketgan hisobiga 26 ta, 13 ta qilib ikkiga bo'lishimiz kerak. Unaqa qilmaymiz. Bir tomonida 14 ta chiqish kerak, bir tomonida shu 12 ta yoki 13 ta chiqish kerak. Biz bu yoqda mana bitta to'qidik. Yana 13 ta to'qiymiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 sana 14 ta to'qib oldik. Bu yoqda sanamiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ta qoldi. Endi zanjir olamiz. O'rtaga qaytamiz. Endi bu tomoni, bu qismini tashab ketamiz. Bunga to'qilmaydi. Mana bu yoqda qaraganda 1 2 tani tashab, uchinchisini to'qiymiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. O'sha 13-sida mana bu yoqqa emas, bu tomoniga to'qib 13 va bitta zanjir olamiz yana. Aylantirib, mana aylantirib chiqqanimizdan keyin shunaqa qilib yana 13 ta sanaymiz. Oxiriga kelganda mana 13 ta to'qib kelganimizdan keyin mana bu tomon bu yog'iga to'qimaymiz qizlar. Mana bu tomondan bu yoqqa qaraganinglarda mana bizani bitta petlyamizdan bunaqa bug'doychamiz qolib ketgan bu yoqda. Mana birinchisi, bu ikkinchisi. O'shaning uchun bunda orqasini qilganinglarda bu yog'iga mana bitta bug'doychamiz bu tomonida, bittasi mana shu tagida tek qismida qolishi kerak. O'shancha adam to'qiganinglarda mana shu yerga to'qishinglar kerak bo'ladi. Sizlar bilan hozir yana bir qator to'qib shu yerdan ko'rsatib beraman. Mana 12-si 13 bu yoqqa to'qishimiz kerak, bu yoqqa emas. 13 ta ko'rsatgan joyimga to'qib olamiz. Shunda sanaganinglarda 13 ta bo'ladi. Bitta qismimiz bu yoqqa qolib ketadi. O'shaning hisobiga yo'lakchamiz bu yog'i bundoq bo'lib chiqadi. Shunda bir xilda bo'lib chiqadi sizlar bilan. Bu birinchi qator, 2-3 qator. Yana sizlar bilan 11 qator to'qib keyingi videoda ko'rishamiz. Qaranglar, mana to'qib keldik. Sanaganimizda bu tomondan bu tomongacha 14 ta bo'lishi kerak. Sanab bo'lganimizdan keyin bu tepa qismini ham mana bu yoqdan boshlab to'qiganmiz. O'shandan sanab 14 ta tepaga sanab to'qib 14 ta sanaganimizdan keyin biz nima qilishimiz kerak? Bunaqasiga bu tomonigacha aviazga qilib chiqamiz. Qaranglar, buni bu yog'iga emas, bu yoqda boshlagan gondalaychamiz turibdi, o'shanga kirgizamiz. Endi mana bunga va mana bunga. Ko'rdinglarmi? Mana ikkitasidan o'tkazib. Endi buni bitta o'ziga va buni mana yana ikkitaga. Qaranglar, mana bu yoqda turgan o'ziga kirib, shuni o'ziga emas, mana orqasidagi yana bittasini o'tkazib aviazga qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib yaqinroqdan ko'rsatib beraman. Qaranglar. Bu bittalik. Endi bu ikkitalik. Ikkitasini o'tkazasiz. Mana xuddi shunaqa qilib oxirigacha olib kelamiz. Oxirigacha shu ikkitalikda tugaydi. Mana 1 2 ta o'tkazasizda. Mana bu to'qigan teshigimizdan o'tkazib olamiz. Shundan keyin bunga har bitta mana bu yoqda to'qiganimizni ichidan olib o'tamiz. Har bitta to'qigan petlyamizdan orasidan o'tkazib to'qib olamiz. Endi qaranglar, har doim mana bunga emas, mana turibdi, mana o'shani shu yerdan o'tkazib chiqardik. Endi aviazga qilib oldik. Endi uzun zanjir olamiz, ya'ni 35 ta. O'zlarini qo'pishligiga qarab 2 13 14 15 36 ta to'qib oldim. 35 dan 36 ta. Mana holati shuncha bo'ladi. Agar bundan ham uzunroq xohlasanglar, 35 ta 36 ta xohlasanglar 40 tagacha chiqarsanglar bo'ladi. 39 40 41. Mana hozir 40 ta qildim. 40 ta 41 yoqqa o'tib ketadi. Mana endi nima qilamiz? Bu petyamiz qoladi. Mana birinchi to'qigan aviazkamdan shu yerdan qarang, mana to'qiganmiz. Mana shu yerdan ko'chiramiz o'tkazib, bu yoqda to'qigan zanjirimizni chiqarib olamiz. Ko'rdinglar? Endi har bittasidan aviazga qilib chiqamiz. To'qigan zanjirimizni mana to'qigan har bitta zanjirimizga har bittasidan to'qigan zanjirimizni mana har bittasidan bitta aviazga qilib chiqamiz. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hammasi ya'ni har bittasini mana shu birinchisiga, shunga va shunga qilib oxirigacha zanjir boshlagan joyimizgacha qilib olamiz. Mana to'qib keldik. Oxirgisi mana bitta qoldi. Endi nima qilamiz? Endi bu yoqdagi mana bu yoqni qilgan aviazkamizni bu yonboshiga ham qilib chiqamiz. Mana burada har doimgi boshlanishi bittadan mana ikkitalik. Shunaqa qilib har bittasidan oxirigacha aviazga qilib chiqamiz. Mana shu yergacha aviazga qilib olamiz. Mana yetib keldik. Endi mana birinchi boshlangan joyimizdan aviazga qilib olamiz.
endi aylantirib shu yoqdan har bitta to'qiganimizni har bitta to'qib chiqqanimizni orasidan avязка qilib chiqamiz. Shunaqa qilib shu yog'igacha avязка qilib olamiz. Qarang, mana shunchagacha yetib keldim. Shuni bu tomoniga o'tkazib avязка qilamiz. Endi mana xuddi shunaqa buyoqlarni qanday qilgan bo'lsak, bu tomonini ham avязка qilib shu yergacha to'qib kelamiz sizlar bilan. Keyingi videoda mana shu yergacha to'qib kelamiz. Mana qizlar уже to'qib kelib bo'ldik. Ya'ni mana bu yoqdan boshlab oxiri avязкamiz mana shu yerda tugaydi. Keyin nima qilamiz? Mana bu yoqda ruchka qilib olganimizning ustidan mana bu yoqqa ham mana shu yerga ham avязка olamiz. Mana shunda uchiga keldi. Endi nima qilamiz? Bu yoqdan ustidan to'qib chiqamiz ruchkasini. Ruchkamiz mustahkam bo'lishi uchun ruchkani ustidan xuddi shunaqa qilib to'qib olamiz. Mana yana bir marta ko'rsataman. Mana ruchkamizni bundoq qilmasdan mana to'g'ri ushlab olamiz o'zimizga qaratib. O'shanda bu yoqda to'qiyotganlarimiz hammasi mana to'g'rilab olamiz, bir tekisda chiqadi. Ham bu yoqdan olib chiqamiz. Chiqaramiz. Chiqaramiz. Har bittasini to'g'rilab chiqishinglar shart emas, chunki o'zi mana to'qib olganinglardan bitta o'zi joyiga kelib qoladi to'qiganinglar. Shunaqa qilib oxirigacha to'qib olamiz. Mana qizlar to'qib kelib oldim. Mana oxiri ko'rinishda mana shunaqa bo'lib turadi. Mana to'qib oldim. Endi mana nima qilamiz? O'sha mana oxiri shu yergacha to'qib olamizda. Bundan keyin ipimizni ozgina qoldirib kesib olamiz. Oxirgi to'qiganimizdan chiqadi. Bunisiga emas, buni yonidagisiga ustidan mana ustidan chiqarib ipimizni olib o'tamiz. Va mana bundoq qilib mana keyingi mana shu to'qiganimizdan orqasidan kiramiz. Mana shu holatda bu yoqdan ipimizni olib chiqib ketamiz. O'shanda hech qanaqa uloqlari bilinmaydi, chunki bu yoqda bitta avязкamiz qolib ketgani hisobiga bittani tashlab qilganmizga o'shani o'rniga bu chiqdi. Mana xuddi shunaqa qilib oxirgisini bu yoqdan o'tkazib olasizda. Endi mana bu yoqdagi to'qigan pechalarimiz orasidan ipimizni o'tkazib olamiz. Chunki mana hech narsa bilinmadi. Oxirigacha bekitishinglar shart emas. Qolganini kesib olamiz. To'rtganimizda уже sumkamizni bir qismi tayyor. Xuddi yana shundan yana bitta to'qib
keyingisini o'raymiz. Mana qizlar уже bitkazib tayyor qilib qildim. Endi qaranglar. Mana ikkinchi tayyorlab olganimizni birinchi to'qib hamma o'sha ipini uzib tayyor qilib olamiz. Ikkinchisiga kelganinglarda xuddi mana bu yoqda avyazka qildik-ku mana. Qaranglar. Bu yoqni to'qib kelganimizdan keyin bu yoqda zanjir oldik. Zanjirdan keyin ulaganimizdan keyin bu yoqdan to'qib zanjirimizni avyazka qilib chiqdik. Undan keyin mana polni bunaqasiga bittasini polni mana shuni avyazka qilganmiz. Endi shuni teskari qilamiz. Mana teskarimicha qilib keyingi to'qiganimiz hali ruchkasi tayyor emas. Chunki mana avyazka qildik. Ruchkamizni avyazkadan keyin bu yoq kelgandan keyin bu yog'ini ham avyazka qildim. Endi nima qilamiz mana ikkalasini uch-much qilib mana ipimiz qoladi mana. Ip bu yoqqa o'sha birinchi to'qigan joyimizga avyazka qilib olamiz. Endi biz bu yoqqa qilishimiz uchun mana keyingi anaqamizni olamiz. Qaranglar mana. Keyingi bu yoqda mana avyazka qilganmiz birinchi xuddi o'shani. Faqat endi buni birinchi mana to'qigan anaqamiz chokimizni birinchisiga bittasi bu tomoniga mana qaranglar. Yaqindan ko'rsataman. Bu ipimiz bu yoqda qoldi. Buni olib keldik uch-much qilib mana qaranglar. Bu yog'iga o'tkazamiz. Qaranglar mana. Shu birinchi zanjir olgan to'qiganmiz o'shanga kirib bu yoqlarga tegmaysizlar mana bu yoqdagi birinchi olib chiqqanimizga kirib avyazka olamiz mana. Yana xuddi o'sha ko'rdinglar mana har bittasini mana bu yog'idan olmadim-da, buni bu yog'idan mana buni ham bu tomonidan olib avyazka qilib chiqamiz mana. Ko'rdinglar mana. Bunga siraza bunga o'tkazib mana. Xuddi shunaqa qilib mana bu tomonimiz ulanmaydi. Faqat bizda bu uchi bilan bu yoq ulab, undan keyin bu tomoniga hosilah bilan ulab bu yoqgacha kelamiz. Mana qaranglar, уже yetib keldim. Mana oxirgi uchini birlashtiramiz. Endi yana xuddi buni mana turtib o'shani o'ziga yana xuddi shu joydan mana bu joyga to'qiysizlar. Mana xuddi shu to'qigan joyimizdan endi qaranglar. Bu yoqda mana ikkitali olganmiz. O'sha ikkitalilarni orasidan olib chiqib to'qib chiqamiz. Endi bittali qaranglar mana bittali endi yana bu yoqda mana bittalidan keyin ikkitaligimiz bor, o'shanga tiqamiz. Mana shu bu yoqda ikkitaligimiz bo'lgan mana. Chunki bu yoqdan noto'g'ri to'qib qo'ydik, boshqa chokdan kirib qo'yganimiz hisobiga mana ikkitalikdan keyin har doim mana bitta chokka o'zi keladi. O'shanga undan keyin mana bitta ikkita ko'rdinglar. Undan keyin xuddi keyingi qilgan avyazkamizga o'tkazib ketamiz. Mana yana bittali, bitta mana bitta chokka o'zi. Xuddi shunaqa qilib bundan keyingisi mana ikkitali, ikkita chokdan ilib olib chiqasizlar. Mana birinchisi, ikkinchisi va keyin bu. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha shu uchigacha to'qib olamiz. To'qib kelib oldim. Qaranglar. Oxirgi shu uchiga kelib avyazka olib shu bilan avyazka oldik. Endi ipimizni uzmasdan bu yog'ini ulamaymiz, chunki bu tomonida avyazka qilib olganmiz, bu tomonida yo'q. Endi mana shuni o'ziga ip chiqarmasdan mana kichkina qoldi. Ketdi shu bilan mana shularning ustidan bittasini ustidan avyazka qilib chiqamiz. Bu tomonga mana tayyor qilib bo'lganmiz. Bu tomonimizni yo'qligi hisobiga endi shu tomonini qilamiz. Ikkita yonboshi ulanmaydi, ochiq turadi. O'shani hisobiga faqat ustki qismini
aviazga qilib olamiz. Mana endi xuddi shu joyiga kirgizib, qaranglar mana boshqa. Mana birinchi bu yoqdan bu zanjirimizdan ulab kelgan joyimiz. Xuddi shu joyiga mana. Xuddi shu joyiga kirgizamiz. Aviazga qilamiz. Mana. Shu sonka ruchkasini qilgandek. Ko'rsatganimdek qilib olamiz.